Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tilini anlab tushunadigan, Uyg'urning o'tida kuyib, suyida oqqan qadirlik qarindoshlarim. Men Abdulaziz Beshto'g'roqdan Istanbuldan sizlarga Allohninki jannat salomi bo'lgan Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salomni qilish bilan birlikda bugünkü bu Facebook naq meydandan anlatışta bizden Uyghur Akademisi bilen Amerika Cüreksel Üniversitesi birlikte uyuşturulgan muhaciretdeki Uygurlar ve ularning ma'aribi ilmi muhakeme yığını to'g'riliq sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Posterlerimizni ko'rdinglar, qarasanglar, o'ng tarafida Cüreksel Üniversitesi, sol tarafida Uyg'ur Akademiyasininki logosu var. O'ttiridagisi Amerika Cüreksel Üniversitesi bilan Uyg'ur Akademiyasining hamkorligida degan ikki o'rinning hamkorlashganligi to'g'riliq ma'lumot bergandan kim aslida qarasanglar, muajiratdagi Uyg'urlar ve ularning ma'arifi ilmi muhakeme yig'ini degan yig'inninki bosh temasini ko'ralaysizlar, qadrli qarindoshlar. Onundan keyin aslida qarasanglar, ikki qizimizninki qo'lida bir elifba kitobini tutib o'tirib, birlikda Uyg'ur tilimizni, yani Allah subhanahu taala bizni Uyg'ur qilib yaratganligiga shukr aytish uchun özümüzdeki Uyg'ur tilimizni o'rganayotganlik bir ko'rinishi. Dopsi beshida, ustida atlas ko'yniki, sochlari shundoq chiroyli taralgan, o'ralgan ikki qizimizni ko'ralaysizlar, jinim do'stlarim. Onun aslida vaqti 2017-yili 8-oktyabr yakshanba soat 8dan tushdan keyingi soat 4gacha bo'lgan araliq, ya'ni 8dan 16gacha bo'lgan araliqda o'rni Cüreksel Üniversitesi, Philadelphia shahri, Amerika. Muhokama temalari Uyg'ur ma'arif tarixi, ondan keyin nimati til ve madaniyat muhiti almışning muaciratdagi Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri, ondan keyin Uyg'ur kimligi ve ana til o'qitishi qatorliq cho'ng temalar. Aloqa dosent Rebecca Kilozi degan ayol, onunki email adresi, yani muxonimninki, professorninki email adresini berdik. rac52@drexel.edu, yani Drexel Edu degan üniversiteninki RAC 52 degan email adresiga ivetib bersanglar, yani telefonlarni, qatnashish telefonlarni shaga iversanglar, tizimlasanglar bo'ladi, jinim do'stlarim. Ondan keyin ilmi faaliyet O'rta Atlantik rayoni jamiyati tarafidan o'rinlashtirilgan Asiya tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini bilan birga o'tkaziladi degan qisqacha izohatning bor. Tafsilotini Uyg'ur Akademiyasininki torbeti bo'lgan akademiya.org dan ko'rib olsanglar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Ondan boshqa nima ekan bu Mara maras.org, yani maras.org, yani Marash degan nima o'xshaydi, qadrli qarindoshlar, projening ismi o'xshaydi. Men yig'inninki bizning Uyg'ur Akademiyasida e'lon qilingan betimizda qisqacha bir tonishtirish va undan keyin yig'inning tafsiloti, kun tartibini sizlarga o'qib o'taman. Aldı bilen akademiya nomidan muhojiratda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning turmushining ko'ngillik, xizmatlarining utuqliq ve aziz tellerining salomat bo'lishini tilaymiz.
Uyghur Akademisi 2009 yılı 9 sentyabrda kurulgan gün itibaren Uygurlarning tarihi, medeniyeti, tili ve maarifi hakkında köpligen ilmi muhakeme yığınlarını uyuşturup Uygur ziyallarını öz rolunu vatan işi sırtıda aktif cari kıldırışkı ündep ilim-pen arkalık Uygur milli ruhunu uyg'otish qatorliq jihatlarda qurbining yetishcha xolis xizmat qilib kelmoqda. Amerika'daki bu qatim Uyghur Akademisi Amerika'daki Drexel Üniversitesi bilan birleşip hamkorlashib 2017 yılı 8 oktyabr yakshanba kuni ettigen saat 8'den tushdan keyin saat 4gacha Amerika'nın Philadelphia şehrideki Drexel Üniversitesi'de muhaciratdagi Uyg'urlar ve ularning ma'rifi ilmiy muhokama yig'inini o'tkazdi. Yig'inda Uyg'ur ve chet ellik mutaxassislar Uyg'ur ma'rifi tarixi, til ve medeniyet muhiti almışının muhaciratdagi Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri, Uyg'ur kimligi ve ana til o'qitish qatorliq temalarni cho'rdigan asosda muhaciratdagi Uyg'urlar ve ularning ma'rifi haqida ilmiy muhokama yig'ini elib bordi. Bu yig'in akademiyaning Turkiya sirtidagi tunji xalqaroliq ilmiy faoliyati bo'lib, Uyg'ur tadqiqoti ve akademiya uchun muhim ahamiyatga ega. Bu munosabat bilan her qaysi davlatlardagi Uyg'ur ziyolilar ve ma'rifatparvar Uyg'urlarning bu yig'inga moddiy ve manevi jihatdan yordam berishini ve vaqti yor bergan Uyg'ur ziyoli ve o'quvchilarning amal bar yig'inga kelib qatnashib berishini samimiy umid qilamiz. Munosabatli ishlarda Amerika'daki bu yig'inga mas'ul akademiya vakili Doktor Mehmet Emin Efendi bilen aloqa o'rnatilsa bo'ladi. Elxat adresi mmt2005@gmail.com yani mmt2005@gmail.com. Telefon numara 001 917 215 80 17. Hürmet bilen akademiya namıdın Abdülhamid Qarıxan, yani bizning reisimiz ve Doktor Rishad Abbas, yani Pəxri reisimiz. Qadirli qarindoshlar, bu Uyg'ur Akademiyasininki eğer bu yılki mushu yig'in hesaplansa 9. qatimliq xalqaroliq ilmiy muhokama yig'in geçilgan buludu. Amerika'da yani chet elde tunji qatim geçilgan Uyg'ur Akademiyasining yig'ini. Şunlaşqa Amerika'daki meyli işləvatqan, o'qivatqan, xizmat qilayotgan, ticaret qilayotgan, şehir yaşayotgan qarindoshlarimiz eğer Uyg'ur Akademiyasining xizmatlariga bir texmi yaxshi elib berilish uchun biz ma'naviy yordamda bo'lsa-mu berib yig'inga qatnashayli, iqtisodiy jihatdan yordam berayli, ma'naviy jihatdan yordamimiz bo'lsin. Hiç olmasa aşağıda kelgan ata-aytan şu yig'inga doklad hazırlab kelgan olimlarimiz bilan, tadqiqotchilarimiz bilan Uyg'ur Akademiyasininki qurg'uvchilari ve a'zolari ve aşağıdaki Pəxri reislerimiz bilan ko'rishimiz, fikir almashtirimiz deyishni xohlagan qarindoshlar yig'inga ishtirok qilsa bo'ladi. Yig'in mut haqsiz, qadrli qarindoshlar, tizimli ishlam kifoya. Muhaciratdagi Uyg'urlar ve ularning ma'rifi ilmi muhokama yig'inining kun tartibi, qadrli qarindoshlar, bundaqki 8'den 8:30gacha tizimlatish, 8:30dan 8'den 45 o'tkichi vaqt aralıqda echilish murosimi, 8'den 45'den 10'dan 15gacha birinchi muhokama, yani Uyg'ur ma'rifi duch kelgan xirislar ve yangi fursatlar. Bu aşı yig'inninki birinchi o'tirimninki temisi. Boshqaruvchi dotsent doktor Rebecca Close, Drexel Üniversitesi'den.
Muhakeme temaları ve doklat bägüçüler. 21. tema 20. asrının dastlabki yerimidagi Uyg'ur muarifi doktor Ablat Samet mustaqil tadqiqotchi Germaniyadan qatnashdi. İkincisi vatan işçi sirtidagi Uyg'urlarda maarif o'tmishi, bugungi ahvoli ve kelgusi doktor Mettursun Beydullah mustaqil tadqiqotchi Amerikadan qatnashdi. Ecdatlar izi mektep iç dolquni 1985 yıldan yılgacha bo'lgan aralıqni Selime Kamal hadimiz Avustraliya Uyg'ur maktabi yani Avustraliyadan kelib ataydan yig'inga qatnashib doklad berdi. 4. tema Uyg'ur Akademiyasining ilmiy faoliyatlari ve muhaciretdeki Uygur ziyalilarga bo'lgan ta'siri. Bu timini reisimiz Abdülhamid Karahan yani Uygur Akademisi reisi 3. qatımlıq reisi qadirli qarindaşlar 3. qatımlıq heyetninki reisi yani Türkiye'den ataydan berip qatnashdi. 5. Uygur tilinin izchilligini qo'g'dash haqida Roşen Abbas hedimiz Uygurlarga yardam hareketi Amerika. Endi muhakeme ikinci muhakemeninki temisi nimi kendisi Uygur ana tilinin evlatla ara davamlışı. Bu saat 10:20'den 12'den 15 ötkişi davamlaşırken yığının başkurguçisi Doktor Erkin Sıdık Amerika Alem Katnaş İdaresi. Muhakeme temileri ve doklat bägüçüler qarab baksak, birinci, garip dünyasındaki Uygurlarda anıtıl maarifi ve evlatlar arasındaki boşluk. Doktor Esed Sulayman, Erkin Asya Radyosu, Amerika. İkinci, siyasileştirilgan mecburi maarif ve aile terbiyesi arasında tenirqavatkan yeni evlatlarının kimlik krizisi. Tahir İmin mustaqil tadqiqotchi. Tahir İmin mu özünü bilisiler Uygur dopu medeniyetini aşı planını oturup koygan kardeşimiz Amerika'dan qatnashdi. 3. muhaciretdeki Uygur yaş ösmürler arasında ana tilda alaka qilishidagi qiyinchiliklar. Zübeyre Şemsiddin Uygur Kişilik Hukuku Kuruluşu Amerika. 4. Anıtılını qo'g'dash yolu da Amerika'daki Anıtıl Mektebi tecrübe savakları İrada Kaşgari Anılarını qo'g'dash ve maarif Amerika'dan qatnashdi. Ondaki tushuk tamoqni 12'den 15'den 13:20gacha yeb ondan keyin 3. muhakemeye 3. oturumga o'timiz. Bu muhakemeninki temisi medeniyetler ara ta'sirda Uygur medeniyeti. Yig'in 13'den 45'den 15'den 15 kishi echildi qadrli qarindoshlar. Yig'inning boshqaruvchisi Doktor Rishad Abbas, Amerika Pfizer Doğru Tadqiqoti şirketi. Muhakeme temileri ve doklat bägüçüler. Birincisi Amerika üniversitelerindeki Orta Asya tadqiqotiga bir nazar. Doktor Dolqun Kamberi, Erkin Asya Radyosu Amerika. İkincisi Indiana Üniversitedeki Uygur Tili Okutuşu. Doktor Gülnisa Nazarova, Indiana Üniversitesi Amerika. Üçüncüsü Avustralya'daki Uygur Anıtıl Mektebi Tecrübe Savakları. Selime Kamal, Avustralya Uygur Anıtıl Mektebi, Avustralya'dan kelib ataydan qatnashdi. 4. tema Amerika'daki Uygur tili okutuş materyalları. Devlet tarafından yardımga erishgan türler. Mustafa Aksu degan qarindoshimiz Indiana Üniversitesi'den Amerika'dan qatnashdi. 15'ten 15'te yig'in bu temalar sunilib bo'lgandan keyin
15 yıl boyunca bo'lgan aralıkta yepilish murosimi qadrli qarindoshlar. Mümkün bo'lsa mushu yig'inninki temalarini mushu hozir so'zlangan yig'inninki mazmunlarini qadrli qarindoshlar boshqa do'stlar bilan paylaşishinglarni har xil moddiy va ma'naviy yordamlarda bo'lishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Posterniki bu Uyg'urchasini ko'rdinglar, İngilizcesini mo resimlari o'xshash, faqat mazmunlarini İngilizce böyle işlep tor betimizga qo'ydik qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa Allohning o'ziga amanet bu yig'inga Uyg'ur akademiyasidan shu Turkiyadan bir qanchaylar berib qatnashimiz. Muborak. İnşallah aşağıya bağanda görüşemiz. Allah'ınki o'ziga amanet bulunlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.